Biz qo'rqoq G'azo ahli bizni kechir deb video qilganim juda ham ko'p izlandi. Bizni xalq qayg'uradigan xalqligidan juda ham so'yindim. Lekin ming afsuski, videoning mohiyatini tushunmasdan urushga borda falastinliklarni o'zi aybdor deyishibdi. Videoni qo'yishdan maqsad hech kim urushga borsin demadim. Urush ham bo'lgani yo'q u yerga. Hech kim hatto shu yerga ham kelsin demadim. Hech kim hatto izoh ham yozsin demadim. Faqatgina aytdimki, biz farzandlarimiz bilan Xudoga shukr baxtli yashayapmiz. Ha, problemalarimiz bor, lekin bularni mushkullarini yonida bizni muammolarimiz hech nima emas. Hech nima emas, ishoning. Shuni eslatish maqsadida aytdim, lekin ba'zilar tushunmabdi. Jonlar omon bo'lsin, Alloh hidoyat bersin. Faqatgina empatiyani ba'zida ishlatib ko'rish kerak. Bu ham xuddi aqlni ishlatsa og'rimagandek, empatiyani ishlatsangiz hech bir a'zongiz og'rimaydi. Bular hali ham bo'lyapti. U yerga urush bo'lgani, u yerga qatag'on bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Hozir men ikkinchi marta kelganim uchun bemalol gapiryapman. Birinchi marta kelib xafa bo'lmasdan yoki yig'lamasdan video olishni o'zi juda ham qiyin. Erkaklar xat yozyapti va yig'layapti. Endi bilmayman, bu xat yetib boradimi? Aniq ma'lumotim yo'q, lekin yetib bormasam xafa bo'lmasligimiz kerak, chunki ularni shuncha qichqiruvi, xatlari bizga yetib kelmadi-ku, biz eshitmadik-ku, to'g'rimi? Omon bo'ling, sog' bo'ling. Falastin, Turkiston, ya'ni Uyg'ur birodarlarimizni duo qilishni unutmang.